Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz kitob tahlilida siz bilan o'sha mashhur Hay kitobini ko'rib chiqamiz. O'zi umuman kitob boshlanishi sizni e'tiboringizni tortadi va juda ham yengil kirasiz kitobga. Umumiy xulosadan oldin kirish sifatida shuni aytib o'tishim kerakki, kitob juda ham o'qishga yengil. Nafaqat og'irlik jihati, balki shunchaki sodda tilda va hamma uchun tushunarli tilda yozilgan. Ya'ni ba'zi bir kitoblar bo'ladi, inson psixologiyasi tushmaydi yoki inson uslubiga tushishi qiyin bo'ladi. Bu kitob haqida umuman unaqa deyolmayman. Buni biz muallif mahorati deymizmi yoki tarjimon mahorati deymizmi, lekin kitob juda ham o'qishga yengil asar hisoblanadi. Birinchi bo'lib o'sha ham islomiy, ham falsafiy kitobni o'sha endi o'qimoqchi bo'lganlarga men aynan mana shu kitob tavsiya qilgan bo'lardim. Sizga qanaqadir ma'noda islomni tushunishga juda ham yordam beradi. O'zi bu kitob mashhur bo'lganda nimasi bilan mashhur bo'ldi ekan degandim va kitob o'qish jarayonida men shu narsani tushunib yetdimki, bu kitob orqali siz o'zingizni isloh qilishni o'rganasiz, o'zingizni qanaqadir ma'noda kashf qilishni o'rganasiz va nisbatan agar bu kitob chuqurroq o'qisangiz, Allohga yaqinlashganingizni his qilasiz. Tor ma'noda solishtiradigan kitobxonlar bu kitobni Mowgli asariga nisbatan o'xshatib yuborish ham mumkin. Nimaga? Chunki nisbatan boshidagi bir ikkita sujeti o'xshab ketadi. Chunki Mowgli ham o'sha o'rmonda o'zi katta bo'ladi, o'rmondan o'qisa, bunda ham xuddi shunaqa. Lekin kitobning o'sha boshlanish jihati ham xuddi Mowgliga o'xshasa-da, aslida uning mohiyati umuman boshqa darajada. Mowglida shunchaki dunyoviy, foniy narsalarga e'tibor qaratilgan bo'lsa, bu kitobda esa aslida haqiqatdan Allohga yaqinlikni his qildirish uchun o'sha kichkina chaqaloqlik davridan boshlab to katta o'sha bugunga qadar qanaqa jarayonlarni bosib o'tadi, inson tafakkuri nimalarga qodir, mana shu narsani sizga ko'rsatib beradi. E'tiborni tortadigan jihat, hayn oddiy hayvon emas, kiyik emizadi. Nimaga aynan kiyik? Go'ro'g'lini esimga tushirdi. Go'ro'g'lida ham shunaqa, go'ro'g'li kichkinaligidan o'sha uni ot emizadi. Buni qarangki, mana shu dostonda ham, go'ro'g'lida ham va aynan bu asarda ham aynan bizning dinimizda halol deb topilgan hayvonlardan foydalanilgan. Va yana bir e'tiborni tortadigan jihat, o'sha o'rmonda katta bo'lib boshqa yurgan vaqt, bir kuni o'sha kiyik o'lib qolgan vaqt, kiyikka qayergadir nimadir qilish kerak bo'ladi, chunki bilasizlar, murdadan qanaqadir yoqimsizroq hid keladi. Va shu sababli bir kun qaraydi. Buni qarangki, mana shu yerda ham bizning din doirasidan chiqmagan holatda belgi ishora berilgan. Ya'ni qarasa, bundoq qarasa, o'lgan qarg'a sherigi o'lganda, o'sha o'lgan qarg'a sherigini bunday yerni kavlab, qazib, uni qarg'ani ko'mayotgan bo'ladi. Va bizning dinda ham murdani o'sha yerga ko'mish odati bor, bilasizlar. Va bu kitobda ham aynan shunga ishora qilingan. Aynan o'sha joyda hayning o'sha tafakkuri ishlaydi, besh sezgi masalasi bu kitobda juda ham yaxshi ochib berilgan. Ya'ni o'sha burnini ushlab ko'radi, ushlab ko'rsa nafas olmaydi, quloqini yopsa eshitmaydi. Mana shunaqa qilib harakatlari bilan o'zini o'zi anglashi, o'zini o'zi bilishni boshlaydi. Ya'ni o'zini tafakkurini ishga soladi. Buni qarangki, u asta-asta har bitta narsani o'zi mustaqil ravishda o'rganishni boshlaydi. Hayvonlarni o'rganadi. Keyinchalik o'simliklarga o'tadi, keyin o'sha elementlarga o'tishni boshlaydi. Tosh, tuproq, suv, olov va mana shular orqali borliqni his etishni boshlaydi. Va keyinchalik o'sha jismli xususiyatlari va ruhni o'rganishni boshlaydi. Va buni qarangki, asta-asta shu qadar u mustaqil ravishda shu bilimlarni egallagandan keyin u borliqni his etadi. U o'sha oddiy jismlardan u qidirgan narsani topolmagandan keyin tepaga qaraydi, osmonga, yulduzlarga qaraydi. Aytadiki, bu narsalarni kim yaratgan ekan? Demak, asta-asta u fikrlash natijasida aytadiki, shu narsalarni yaratgan ekan, demak meni ham yaratgan ekan deb, mana shu daqiqalardan boshlab u yaratganni tanishni boshlaydi. Aynan o'sha davrdan boshlab u shunchaki o'sha yaratganga mehr qo'yishni boshlaydi. Shu bilan birga uning falsafiy jihatini aytmasak bo'lmaydi. Nimaga deganda, bu kitob islom olamidagi birinchi ilk falsafiy asar hisoblanadi va uning davrini qarasak, bu kitob o'sha 11-asr boshlarida yozilgan asar hisoblanadi. 11-asr va 12-asrga o'tish paytida yozilgan va mana shuncha, demak, salkam o'sha 10 asrdan beri bu kitob bizga yetib kelganligi bejiz emas, albatta.
Chunki kitobda falsafiy qarashlar ham juda ham chiroyli tarzda ochib berilgan. Masalan, Hayning fikrlashi bo'yicha osmon va yulduzlar shu 3 jihatdan tashkil topgan, ya'ni shakl, modda, surat. Faylasuflar ham mana shu modda va shakl to'g'risida juda ham ko'p nazariyalarni aytib o'tib ketgan. Bu kitobda ham mana shu narsani kuzatsangiz bo'ladi. Osmon sharsimon. Nimaga? Buning 3 ta dalili bor. Birinchisi, osmon jismlar misol uchun quyosh g'arbga botadi, sharqdan chiqadi. Mana shu narsa ham osmonning sharsimon ekanligiga isbot edi. Ikkinchi isbot, ular bir xil kattalikda, ya'ni har doim ko'radi, o'sha yulduzlar ham, quyosh ham doim bir xil kattalikda chiqyapti deydi. Demak, rostdan ham sharsimon deydi. Va ularning markazdan uzoqligi ham bir xil deydi. Mana shu 3 ta dalil asosida u osmon, yer, sharsimon degan xulosaga keladi. Bu jihat ham geografik ham falsafiy o'rinlarida juda ham yaxshi qo'llangan desak bo'ladi. Shu bilan birga bu asarni tasavvufni o'sha sevuvchilarga ham tavsiya qilsam bo'ladi. Nimaga? Uzlatga chekinish joyi bor. Bu kitobda ham mana shu tushuncha keladi va tasavvufni qaysidir ma'noda sodda tilda tushuntirgan desak ham bo'ladi. Tasavvuf nima, tasavvufni qanday qilib tushunsa bo'ladi degan insonlarga ham bemalol shu kitobni tavsiya qila olaman. Endi kitob qayerdan olaman, bu kitob qayerdan topamiz desanglar, bemalol o'sha Toshkentda yashaydiganlar, Toshkentdagi kitob markazida kitoblar do'konidan olsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa uydan chiqishga erinsanglar, shunda Telegramdan yozsanglar o'zlariga, sizlarga yetkazib berishadi. Va yoki yurtimizdagi barcha o'sha kitob do'konlaridan kitob sotib olsangiz bo'ladi.